Hammaga salom jigarlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Dalasi Jaloliddinov o'zi bilan birga dalasi o'ynab ko'ramiz. Mana hozir kodlarni yozib olyapmiz. 1976. Ozgina kutib turamiz va o'yinimiz boshlanadi. Videomizni boshlashdan oldin siz like bosing va videomizga bitta kommentariy yozib keting, olovcha qoldiring, keyin mazza qilib ko'raverasiz. Mana Dalasi Jaloliddinovning akkaunti 66, meniki 57. Mana yaxshi boshladi. Bunda qadimgi yaxshi futbolchilar bor. Ronaldoni 98, Messi 99, Sadio Manelar bor. Voy, mana bu yerda bitta xavfli vaziyat bo'ldi. Yig'laganini stikerni tashlayapti Jaloliddinov. Aytgancha jigarlar, tanga olmos xizmatlarimizdan foydalanib qolinglar. Hozir 3 kun skidka qo'yib yubordik. Agarda tanga olmos xizmatlarimizdan 10 ta odam foydalansa, 2 kunning ichida shularni orasida bitta sariq mana bu akkauntni kodini tashlayman. Ana shuni oladi. Oralaringizdan 10 ta odamdan bittasini tanlab olamiz. Kamida 10,000 so'mlik tanga xizmatimizdan foydalangan bo'lishi kerak. Mana jigarlar, biz himoyada yaxshi turmoqdamiz. Van Dayk va Zeo juftligi yaxshi ishlamoqda hozircha. Mana Haaland to'pni olib qo'ydi, oldinga tashladi, lekin Van Dayk Haalandga yo'l bermayapti. Mening Van Daykim ham uni hujumchilarga yo'l bermayapti. Mana bu yerda Haaland lekin Van Daykni it qilib o'ynatib o'tib ketdi bu yerda. Dalasi Jaloliddinov o'ziga ham obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar, u ham tezroq ko'tarilsin. Jigarlar, menga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa yangi yilgacha 10,000 ta bo'lishini niyat qilib qo'ydim. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. 10,000 ta bo'la olamizmi? Krosslar ham bor ekan bunda. Ronaldo xavfli vaziyat va bitta golni o'tkazsak, qo'l berishib qo'yapmiz. Jigarlar, bu videoni hozir men sizlarni kuttirib o'tirmayman. Oxirida 2-1 hisobi bilan tugadi. Men chunki hozir ovoz yozyapman. Jigarlar, lekin oxirigacha ko'ringlar videoni. Qiziqarli gaplar juda ko'p. Keyin o'zimiz prosta o'ynagandik. 2-1 ga men yutdim. Lekin men mardlik qilib yutganimni emas, yutqazganimni qo'yapman. Chunki birinchisida men yutqazgandim, shu mardni ishini qilib qo'yapman. Ishonmasangizlar, Jaloliddinovni o'zi ham yozib ketadi kommentariyaga. Ikkinchisida bitta o'ynadik, yutqazib qo'ydim deb yozib ketarsiz. Jigar, agar gapim rost bo'lsa, o'zicha kulib qo'yapti, lekin bilmasdan kulish stikerni bosib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Qo'l berishni bosishni o'rgan. Mana qo'l berishni bosyapti boshqatdan. Biz ham qo'l berishib qo'yamiz. Messi, Ankara Messi. Yaxshi, ber Viniga, Vini. Vinicius, nimalar qilyapsan Vinicius? Jigarlar, bu videoda 2-1 ga yutqazganim sababli, agarda shu videoga 200 ta like ni yig'sak jigarlar, like bosinglar, ko'rib ketmanglar jigarlar. Like bossanglar ko'proq odamga ko'riladi. 200 ta like ni yig'ishimiz ham oson bo'ladi. Jaloliddinovdan alamni olaman. Nima qilib bo'lsa ham revanshni olaman va yutaman. Akkauntimni kuchaytiramanmi? Jigarlar, agarda yangi yilgacha akkauntim YouTube'da 10,000 ta bo'lsak, men kanalni monetizatsiyaga ulab olsam, hozir o'zim o'ynab yurgan full bo'lib turibdi. Yana o'yinchilar olib full qilyapman. Mana rasman ham qo'yib ketay. Xuddi mana shu akkauntni sizlarga sovg'a qilib yuboraman. U paytgacha bu juda kuchli bo'lib ketadi. 70-80 reytingli bo'lib ketadi. Keyin berib yuboraman. Mana hozir Jaloliddinov o'zgarish qilyapti menimcha. Men o'zgartiradigan futbolchim yo'q menda. Zaxirada darvozabonlar turibdi, shuning uchun hech qisi yo'q deb ketaveramiz. Lekin hozirgi holatida bu videoni oldin olib qo'ygandik. Hozirgi holatida yarim himoyachilar turibdi. Zo'r yarim himoyachilar turibdi. N'Golo Kante u noyob bo'lgani uchun olib qo'ydim. De Bruyne, Bellingham, Modric. Rodri menga yoqmaydi, oltin to'p o'g'risi bo'lgani sababli, shuning uchun uni olmadim. Kelganda shu video ham chiqadi. Yarim himoyachilarni full qilamiz degan, tezroq akkauntimni tayyorlab, tezroq chiqaraman. Agarda sizlar juda aktiv bo'lib bersangizlar shu videoda jigarlar, qayta aytyapman, juda aktiv bo'lib beringlar iltimos. Hozir menga
aktivliklaringiz juda kerak bo'lyapti. Videoni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib ketsangizlar, men xursand bo'laman va bundan ham ko'p videolar chiqarishga harakat qilaman. Mana hozir men qachon bitta gol urgandim. Mayli, men hozir gap bilan bo'lib orasida bitta gol uribman. 81-daqiqa va xavfli vaziyat. Oxirida gol urib ketyapti va yig'lab ham qo'yapti. Bilmasdan bosib qo'ydim menimcha. Jigarlar, shu videomizga maksimalniy laykni bosib tashinglar deb qayta-qayta aytib sizlarni ham asabingizlarga tegib ketgan bo'lsam uzr, lekin laykni bosinglar. Kelini, nega foydalana olmadi bunday joydan? O'yinimiz shu nima bilan tugadimi endi? Buffon ham bor ekan, Jaloliddinovni. Lekin menda ikkita akkaunt bor degandi, buni birovdan olib turgan shekilli. Ikkitagina akkauntim bor degandi. Avvalroq menga Kylian Mbappe o'yin qahramoni bo'libdi. Jigarlar, videomizga layk bosib, maksimalni poddershka qilib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Telegram kanalimizga obuna bo'ling va tanga xizmatlarimizdan foydalaninglar qo'ldan kelgancha.